Lekin mashina ham o'sha mol yegan sari hazm qilish xususiyatiga ega bo'ladi. Mana shu kattaroq, yirg'iroq donlarni ko'ryapsiz? Mana tabiiy boqish usuli va nimada boqish, qanday zapas qilib qo'yish. Xo'sh, sirlari bilan bo'lishamiz. Buni ichida protein qanaqa, nima, donni qanaqasini tanlash kerak, makkajo'xori nima bo'lishi kerak, arpa nima uchun kerak buni ichiga. 3 ta sutani sitsangiz 1 kilo don bo'ladi. Shunaqa. Ha, makkajo'xorini un qilib обязательно beradim. Quruq bersam ham, atala qilib bersam ham. Shunaqa. Ichtilar gasipol buni. Bu mahsulotni yomonlashmasi bu molni umrini qisqartiradi jamshidbek. Donni qarangda standart chiqyapti so'tani ichidan. Tishlaydi, tishimdan katta har bitta dona. Bo'g'oz molga bir 3 oy tug'ishidan oldin tug'ishiga yaqin bir 3 oy shuluqa berib ko'ring, ko'r bo'la olasiz. Yo'q, kunlar isib, bahor kelishi bilan mol boqish ham qimmat bo'lib ketyapti. Sababi bahor kelishi bilan paxta mahsulotlari narxi birdaniga ko'tarilib ketadi. Undan ko'ra arzonroq, yengilroq mol boqish turlari bormi, yo'qmi? Va albatta shu savolingizga javob bor bizda Jamshidbek. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlar uchun eksklyuziv mollarni uzoq muddatga boqish. Mana shunaqa molingiz bor masalan. Bu moldan ko'nglingiz to'lmayapti, hali so'ygingiz yo'q, lekin mana bu mahsulot uchun molni badiga tekkan. Buni qanday qilib boqamiz va uzoq muddatga boqamiz? Qimmat bo'lib ketadi. Arzon yo'li. Qimmat emas, bu qimmat bo'lib ketadi. Bu qimmat bo'lib ketadi. Kunjara paxta mahsulotlari. Qalinligini qarang bu. Shunaqa. Ichtilar gasipol buni. Bu mahsulotni yomonlashmasi bu molni umrini qisqartiradi jamshidbek. Men sizga o'tgan videolarimda ham aytganman. Kunjara molni umrini qisqartiradi. Gasipol borligini hisobiga bo'g'oz molga bir 3 oy tug'ishidan oldin tug'ishiga yaqin bir 3 oy shuluqa berib ko'ring, ko'r bo'la olasiz. Yo'q, bo'g'imlari kalta semiz, biqqicha tayyor shunday tug'iladi, shunday so'yishga tayyor go'sht tug'iladi. Bo'g'oz molga shuluqa bilan kunjarani xomligicha, o'tmasdan quruqligicha bersangiz ekan, mana shunaqa qiladi. Jonivorlar uchun mana buni badiga tekkan mana bu narsa. Xo'p, mollarni boqishda arzon usuli va samarali usuliga siz ozgina bahorda harakat qilishingiz kerak. Mana shu smesni men sizga qanday qilib arzon tayyorlashni yo'lini hozir video davomida aytib o'tib ketaman. Sirlarini ochamiz, xudo xolasa. Xo'sh, sirlari bilan bo'lishamiz. Buni ichida protein qanaqa, nima, donni qanaqasini tanlash kerak, makkajo'xori nima bo'lishi kerak, arpa nima uchun kerak buni ichiga, bug'doy nimaga kerak, nimaga bug'doyni qolganlardan kamroq solish kerak, nimaga imенно makkajo'xoriga ko'proq urg'u berish kerak. Men oddiy qilib misol qilib aytaman. Uzoqqa bormang, Yevropa hududidagi bormang. O'zimizni qo'shni Qozog'iston, Qirg'iziston respublikalarida eshitganmisiz kunjara shuluqa berishni? Menimcha kam eshitganman. Juda kam ular. Juda kam. Chunki paxta kam ekiladi ularda. Ularda bunaqa mahsulot kam. O'shani hisobiga ulardan bizlarga naborot mol keladi. Semiz go'sht mol keladi kirib. To'g'rimi? To'g'ri. Lekin go'shtini olasiz shirin. Shirin. Endi o'zimiznikini oz chiqadi. O'zimizning yerga boqqanniki boshqacha u yo'qmi? Yo'q, ularni ham misol go'shti shirin olib kelib tirik molni bizni nimada so'yishdi, yeb ko'rdik, boshqa qildik. Yog'i kam. Yog'i kam. Eng muhimi birinchisi parodasi, ikkinchisi boqqan narsasidan yog'i kamyoq chiqadi go'shtni, qop-qora go'sht beradi. Buning siri mana shunaqa suxoy smesda, mana bu qarang, jonivor. Mana ketdi. Mana shu donlar ham undan ham maydaroq qilib maydalasa o'sha zo'r bo'ladi, lekin mashina ham o'sha mol yegan sari hazm qilish xususiyatiga ega bo'ladi. Mana shu kattaroq, yirg'iroq donlarni ko'ryapsiz? Kattalar yeydigan qilib nima qilingan? Keyin bu hazm qilishchi, bu hozir katta yirikroq deyapsiz. Hazm qilishni o'sha mol adaptatsiya qiladi uni hazm qilishga. Yeyaversa agar. Ha, yeyaversa agar adaptatsiya qilib yuboradi. Конечно. Mana uni. Ma. Bir xilda aytadi-yu, go'ngi bilan chiqib ketadi makka maydalanmasa. Drabilkan setkasini maydaroq qo'ying bo'ldi. Mayda qilib. Xo'p, sizga zapas qilishni yo'lini ko'rsataman. Siz agar kelajakda mana shunaqa so'tasi katta don va buni donning rangini qarang qanaqa. Donni yirikligini qarang, Jamshidbek, buni qarang. Mana bu tishlaydi, tishimdan katta har bitta dona. Endi prikol ko'ryapsizlar. Agar kimgadir mana shunaqa nav
doridan zerikkanlar uchun faqat dorini reklama qilasanmi, faqat valonni reklama qilasanmi? Tabiiy narsa ham chiqar. Tabiiy narsa chiqar, bir nima. Mana tabiiy boqish usuli va nimada boqish, qanday zapas qilib qo'yish. Yerga po'richani berasiz, gumburlatib, o'g'itlarni qo'shasiz va mana shu donni ekasiz. Men hozir sizlarga bu donni o'zi haqida qisqacha xarakteristika aytaman va donni o'zini sortini ko'rsataman. Chista Yevro standartdan o'tgan don. Mana shu donni Jamshidbek olgandan keyin bemalol istadi, любой kishi. Hop. Isitib tashlaydi donni. Men hozir bittasini sutini o'zi isitib tashlayman. Ko'z oldingizda mana. Pachatkasini gram qiladi va boshqa o'sha ekkan sheriginiki bilan mana pachatkasini ham zaodno rangini ko'radi, donni kalibrini ko'radi. Va quriganligi uchun oson ajralyapti. Mana buni gram qiladi, alohida donni gram qiladi. Hozir yonimda mayda tarozim yo'q, o'shaning uchun men hozir qila olmayman. Bitta yorug' qop ko'rsataylik. Buni qurigan donni kilo qilib, qoplaydi. Narigini misol qoplaydi. Ob'yomida ham ko'radi. Buni qanchasi kilo bo'lsa-da, narigini ob'yomini ko'radi. Tosh bosishda ham demoqsiz-da, to'g'rimi? Pachatkani yengilligini qarang-da, shuni ushlangda. Pachatkani ko'ryapsiz yengilligini? Yengil. Bemalol mana shu yil bitta sinab ko'radi o'zi. Donni qarang-da, standart chiqyapti so'tani ichidan. Standart chiqyapti. Kraxmali ko'p, proteinga boy. Kraxmalni ko'pligini hisobiga, imенно kukuruzli kraxmalni ko'pligini hisobiga tosh bosadigan don hisoblanadi bu. Imенно. Hozir mana shunchagina don misol boshqa don bilan shunday solishtirsangiz ancha farq qiladi. Tushundingizmi? O'zingiz aytyapsiz, qancha ko'rish chiqdi deyapsiz. Buni qarang, bitta so'tadan qancha don chiqdi. Hazil akam narsa emas bu. Demak, tosh bosish. Men o'zim ham oldin boqqanman. Hop. Mol, mana sentyabr oyigacha boqqanman. Makka jo'xorini un qilib обязательно beradim. Quruq bersam ham, atala qilib bersam ham. Bu уже hammani nimasiga kirgan, mol boqishda ratsioniga kirgan. Prosta men bitta xohlayotgan narsa sifatli narsani nima qilib ekib yerga, o'shaning hisobiga sifatli don olib, sifatli narsani molga yedirsa agar, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Video qo'yildi, ko'rishadi. Toshloq yeriga ekib turib, toshlik yerga. Zo'r yer emas unaqasi, unumdor zo'r yer emas, toshlik yer, suvni bersangiz suv qochadigan yer. O'shanga ekishgan fermer akalarimiz, o'sha go'ngini berishgan, pormorlarni vaqtida berishgan yerga. O'sha yerdan 18-19 tonna olishgan mana shu videoda. Bemalol olib, ishlatib ko'rib, ularni qo'yib o'tib ketamiz. Xulosalarni aytadilar. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana Tayloq tumanidamiz. Zipi Makka jo'xorisining yangi navi 7900 navidan sinov uchun kelgandi. 5 gektarga berganmiz. Mana bugun yig'im-terim jarayonlaridamiz. Hosil menimcha juda zo'r. Mana hozir hosilni ko'radigan bo'lsangiz, mana pachatkalar juda ham katta. Bu yangi unaqamiz. Mana ranglari ham yashil, juda yaxshi ekan. Hosil menimcha yomon emas mana. Hozir qatorini sanab ko'ramiz, mana qarang. Yaqinroq olib keling kamera mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 qator. Rekord. Mana o'sha sanashlaring nima bo'lishi, mana shu rasmga olib qo'yib sanashlaring mumkin. Bu yangi gibridimiz 7900. Xudo xolasa uyaltirmadi. Dehqonlar juda mamnun. Mana o'sha bo'ylarini ham ko'ryapsiz, juda yaxshi. Yangicha nav, yangi gibrid. Mana o'rtarog'iga ham keling. Yana ko'rsatamiz mana. Mana bu chetini olib, eng kattalarini, eng katta so'talarni olib sanab ko'rsatyapti deyishingiz mumkin mana. O'rtarog'iga keling mana. Mana xohlagan bitta so'tangizni mana o'rtarog'iga o'tib keling. Mana shu yerga deydi, qo'lyani o'rtasi mana. Hozir traktor o'rayapti kilosini. Mana hosillarni ko'ring. Xohlagan so'tangiz ko'rishingiz mumkin. Qo'lyani o'rtasi, u boshidan, bu yog'idan, o'rtasidan, yonidan hamma joyi bir xil. Juda zo'r. Xudo xolasa chempion bo'ladi. Inshaalloh kelasi yilga mana shu urug'dan olib kelamiz. Bu yil sinov uchun kelgandi. Juda zo'r uyaltirmadi. Bizni tuproqqa, O'zbekiston sharoitiga juda mos keldi. Xudo xolasa kelasi yil mana shu sortdan sizlarga ham tavsiya qilamiz. Xayr, salomat bo'linglar. Mana shu o'rtacha pachatkani o'zimiz tip tashladim. Ko'rdingizmi? O donni. Bu chiqadi 400
chiqsa kerak. Yo, 300 grammdan sal ziyodroq. Bu pachatkani o'zini vesi 372 grammi shunaqa edi. O'zim bularni hammasini video olishdan oldin grammlab ko'rganman. Shuning uchun bemalol boya aytdim-da, u yerda qalini 402 gram, bunisi 372 gram, 376 gram chiqqan. Pachatkasi qancha chiqadi? 40 gram. 330 gram don bor mana shuning ichida. 3 ta sotani sizga 1 kilo don bo'ladi. Shunaqa. Ha? Bemalol olib ishlatadilar, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishadi. O'zlari bilib, o'zlari ko'rishadi. Kanalni kuzatishda davom ettiringlar, bizdan uzoqlashmanglar. Sizlar uchun ijoddan to'xtamaymiz, xudo xolasa. Bitta ikkita negativchilar bor, ular uchun alohida salom alaykum bor. Tepada nomerim bor, o'shanaqalar uchun, sal so'kib yozadiganlar uchun gapi bo'lsa-ki, bemalol menga primoy telefon qilib aloqaga chiqsin. Ular bilan o'zim hisob kitobimni qilib olaman. Sizlar esa fikrlaringni bo'lmasdan mana shuni bemalol skrinshot qilib olib, aptekadan yoki pastdagi nomerlardan so'rasalaringiz agar narxini ham aytishadi va to'liqonli informatsiya ham berishadi. 79.00 bo'ladi bu Stay Green poyasi, yana bir marta aytaman, poyasi Stay Green. Kech kuzda donni pishitib yig'ib olgandan keyin poyasini ham bemalol maydalab yemishlikka mollaringizga yedirsangiz bo'ladi. Unaqa kaloriyasi ketib qolib, dabdala bo'lmaydi, suv qochmaydi poyasini. Buni 707 navi ham bor. Buni akasi bu uka sifatida kirib keldi yangi bozorga. Endi mana shunisini ekib ko'rishsa agar dehqonlarimiz, imенно mol boqadigan odamlar juda maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki u yog'idan ham bu yog'idan ham yutib olishadi. Ertaga mol qishi bo'yi axlat chiqarib, go'ngini yig'adi, yana yerga shundan solishadi va aborot ketaveradi konveyer. Poyani tashlab yuborishmaydi. Ko'pchilik poyani tashlab yuborardi undan oldin, sarg'ayib ketardi. Buniki yam-yashil turadi doni pishib, yetilgandan keyin. Bizdan uzoqlashmanglar, kanalni kuzatishda davom etinglar. Do'stlar, ZP7900 aka juxorlarimiz уже pishib tayyor bo'ldi. Mana yig'im terim mavsumidamiz. Mana ko'rib turibsiz polyani. ZP7900 boshqa maka juxorlardan farqi, donlar sap-sariq bo'lib pishgan vaqti poyasi yam-yashil turadi. Sifatli silos olasiz, ham sifatli don olasiz. Mana xohlagan bir unaqangiz uzib ko'rishingiz mumkin. Donlar to'liq oxirigacha changlangan. Aylanasi 18 qator, balandligi 55-60 ta donani tashkil qiladi. Pachatkani og'irligi 300-400 gram atrofida chiqadi.